Xitayninki adırımı şu yakındım buyan davamlıqmış Çigra rayonunun muqimliq dep ikki qatim manevr ötküzgenlik meselesini toxtalgandık hamdi. Davamlıq Beyjandan yuqur derecelik katta başları kelip ziyaret qılgan bu qaldı hamdi. Maqtimmi yana şu Şöhret Zakir'nin bir qatim evet yana şu atalmış şu Cunha milleti ortak gövdesi quruluşu o dep usafsetini qıldı. Onun keyinden yana Çınmınçımı bu qatim yana Şarq Türkistan'a berip Çigra rayonunun muqimliqi bir xatirini qoğdaş kerakligini 10 oktyabirdan 14 oktyabirgacha ziyaretli bulup mesela Ürümçi, Turpan, Qumlu qatar şeyler berip, yani şu saqchixana, qurallı qism qatarlı organlarga berip, xavfsizlik, muqimliqni qoğdaş, chegara mudofiyasi tizginlash, qonun xilaf jinoyatlarga zarb berish, yana mush safsatlarni setyapti-da hamda. Bütün kuchlar beholati bir taraf qilish, dushman kuchlarning sen amaliyotda yo'qitib bo'lgandan bularni hamda. Yana mushuni kuchaytiramiz, u deb mana qildi hamda. Shunga bu ziyorat haqida bir ikkingiz fikringiz bor deb o'ylayman. Burunma degandek Şarq Türkistan'nınki muqimligi Xitoy uchun hayfalada muhim hamdi. Şununla bu vaqa chiqmasdan evvel jimiqtirish deydigan bir siyasetler var. Şununla bu u yerdan bir gaplarni tuyib qolgan bo'lsa-mu, buni oldini olish uchun tirishadi. Bunun sebebini ötkendimi dedik. Bu rayon işgal rayonu. İşgal rayon Xitayning emas degan gap. Navada yoki bir ayrıldı bu toprak deydigan ensirash devamlıq bor. Ondan keyin agarda chet kuchlar mayli bu qanday kuch bo'lsa olsun aralashib qolsa, bu yerninki muqimligi qo'g'danmaydi. Muqimlik qo'g'danmasa, bu yerdagi boyliqlarni epmeyish tez bo'ladi. Bu zeminge hakim buluş ve zemindeki, topraktaki insanlarını Xitaylaştırıştırmak qiyin bo'ladi. Şununla bunun tedbirini ilişki tirishwatıdı. Yani yağmur yağmay turupla yağmurluqni yasab tayyor qilish degandek bir tushuncha. Xitoyninki shunday bir odatlari bor endi. Bir ensirash bor bu yerda, hamda O'rta Osiyoda, Afg'onistonda, Pokistonda muqimsizliklar bor. Hindiston bilan bo'lgan munosabatlar burunqidek emas. Jahon buzilishga boshladi. Shunga Sharq Turkistonga ta'sir yetkazmasin deb buni qilayotgan bo'lishi mumkin. Yana birisi bo'lsa, shu markazga Sharq Turkistonning vaziyatini doklad berish uchun bir tekshirish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Çünkü merkez her daim Şarq Türkistan'ның muqimligiga ahamiyat berdi dedim. Bu muqimlikni ko'rsatadigan doklad lazım. Yani negice muqim qilaladik, negice qilamadik, meseleler nima deganlarnichi doklad qilib merkezga yo'llash uchunmi bu adamlar kelib o'zininki olgan vazifani medyaga muqimlik ifodasi bilan tushuntirish berayotgan bo'lishi mumkin endi.